Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bugun sizlar bilan bank shot qo'yish masalasi, ya'ni bank shotni onlayn qo'yish masalasi bilan video qo'llanma tayyorlaymiz. Shu bo'yicha maslahatlar va qaysi bank qulayroq buning uchun va viza kartalarining qulayligi. Bizga Capital Bank ilovasi kerak bo'ladi. Capital Bankni deyarli barcha talabalarimga tavsiya qilaman. Bu Capital Bankning Visa karta va Mastercardlari butun Yevropa va dunyo bo'ylab bes-atkaz ishlaydi. 24 soat xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Demak, bizga Capital Bankni ilovasini yuklab olganimizdan so'ng ilovadan registratsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda profil bo'limiga kirganimizda aniqlangan birinchi yuklagan mijozlarda masofadan aniqlangan bo'lib chiqadi va shaxsiy ma'lumotlarni to'liq kiritmagan bo'lasiz. Va shaxsiy ma'lumotlarni to'liq kiritib, identifikatsiyadan, ya'ni video identifikatsiyadan o'tganingizdan so'ng aniqlangan holatga o'tadi va bu yerga kirsangiz barcha turdagi xizmatlardan foydalanishingiz to'liq imkoniyat beradi. Bu bizga bank shot qo'yishimizda kartalardan kartaga, hisob raqamdan ma'lumotnoma olishlari uchun kerak bo'ladi. Va asosiysi bu bankdan filiallariga borib ariza topshirib, o'sha bank kartalarini olishingiz, ya'ni jismoniy kartalarga ega bo'lishingiz kerak. Jismoniy kartalar shart bo'lmaydi, lekin sherigingizdan yoki oshna og'aynidan pul o'tkazish jarayonida va pul qo'yish jarayonida bunga majbur bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun ehtiyot shart. Biz jismoniy kartalarga buyurtma berib, uni qo'limizda olgan bo'lishimiz kerak. Demak, biz hisob raqamni tez va sifatli oson bitish uchun hisob raqamiga qo'yamiz pullarni. Ya'ni bu taxminan aytaylik $1000 pul. $500 dan $1000 bo'lishi mumkin. Xo'p, bank shotning vazifasi o'zi aslida mana shu hisob raqamga qo'yilgandan keyin sizni to qanaqadir u yoqqa Germaniyaga yetib borganingizda обратный biletingiz bo'lmasa qo'lingizda yoki qanaqadir shoshilinch holatlarda sizga mana shu pul yordamga kelishi kerak. Kvartira to'lovlari, mehmonxona to'lovlari bo'lishi mumkin. Bu turli xil vaziyatga qarab. Elchixona mana shu safar moliyalashtirilganini mana shu pullarga qarab biladi va sizga vizada atkaz bermaydi. Ya'ni viza berish ehtimoli yuqori bo'ladi. Demak, biz hisob raqamida aytganimdek pullarni hisob raqamimizga qo'yamiz. Bu yerda hisob raqamlari ko'pchilikda mavjud bo'lmasligi mumkin. Buni yo'li oddiy. Hisob raqam ochish tugmasini bosish orqali xohlagan valyutada hisob raqam ochishimiz mumkin. Bizga tavsiya qilinadi ko'proq shu USD, ya'ni dollar kursida hisob raqam ochishni tavsiya qilaman. Hisob raqam ochganingizdan so'ng bu yerda mana shu joyda mening hisoblarim raqamda ko'rinadi va siz detallarni olishingiz kerak. Ya'ni hisob raqamni to'liq raqami mana shu taxminan 16 tali raqamni, 16 tadan ko'p, bu yerda 16 ta raqamni olishingiz kerak va pul kimda bo'lsa, aytaylik oshnangiz yoki dadangizda bo'lsa, shu hisob raqam orqali pul o'tkazishingiz, bankka borib shu hisob raqamga tashlatishingiz mumkin. Eng qulay varianti, barchaga ma'qul keladigani mana shu 4 ta 5 ta yoki 2-3 kishi oshna og'ayni yoki bitta gruppadan bitta ishga harakat qilib turgan sheriklar orqali 200 va $300 pulni bitta kartaga solib, ya'ni Capital Bank kartasiga solsangiz, o'zingizga o'tkazganingizda yoki do'stingizga o'tkazganingizda hech qanday foiz olmaydi. Mana shu tomonlama qulay. Ana shu usul orqali 600 yoki 700 va $1000 pul yig'ib turib, mana shu hisob raqamiga o'tkazish. Hisob raqamni demak biz ko'pirovat qilib oldik, ya'ni detallarni olib, bu yerda o'tkazish tugmasini, ya'ni qayerdan o'tkazishga o'sha pul oshnangizda bo'lsa, oshnangiz ilovasidan kirib kartasini tanlanadi va mana shu qayerga degan tugmasiga hisob raqamni qo'yiladi va pulni dollarga o'tkaziladi, hisob raqamiga tashlanadi. Hisob raqamiga tashlanganda mana shu joyda paydo bo'ladi raqamlar. Endi bizga ikkinchi qadam, pulni tashlab oldik hisob raqamiga. Endi vipiskalar va sertifikatlar degan birinchi bo'limga kiramiz. Mablag'lar oqimlari haqida ma'lumotnoma bu bizga kerak emas, 2-3 ham kerak emas. Mablag'lar qoldig'i haqida ma'lumotnoma mana shu joyda tugmani bosamiz va kerakli hisob raqamni tanlaymiz. Aytaylik, bizga mana shu USD hisoblardagi
pulimiz kerak va qo'llash tugmasini bosamiz. Undan so'ng tilni albatta ingliz tilida qilinglar. Ingliz tilida qilganimizdan so'ng shakllantirish tugmasini bosamiz va ariza muvaffaqiyatli berildi. Asosiyga o'tamiz. Asosiydan keyin mana shu profil bo'limini bosib, mening hujjatlarim degan tugmani bosamiz va mana shu joyda 5 daqiqa so'rayapti. Hozir bergan arizamizga 5 daqiqadan so'ng kirib, hisoblar haqida ma'lumotnomani olishingiz, yuklab olishingiz mumkin. Uzr, bu oldingi hisob raqam, bu videoni 5 daqiqasini ko'ribman. Mablag'lar hisob raqami haqida mana shu yerda ma'lumot paydo bo'ladi va kirib bu qanday ko'rinishda bo'lishini aytib qo'yishim mumkin. Ko'rsatib qo'ying namunaga. Mana shu ko'rinishda tayyor PDF formatda yuklab olishingiz mumkin va buni chiqarib kerakli hujjatlar bilan Telesa kontakt ofisiga birga topshirasiz. Qisqacha video qo'llanma shundan iborat edi. Qanaqadir tushunmagan savollaring bo'lsa, marhamat kommentariyada berishlaring mumkin va kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan keyingi foydali ma'lumotlar nima haqida bo'lishi haqida yozib qolishingiz mumkin. Barchaga rahmat.